Assalomu alaykum Nahmadandagi aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, to'rdosh do'stlar. Ko'ryapsizlar, Ko'rik ekranining taranchi paranglari programmasi. Bugungi programmamizda biz yana sarxil mazmunlarni o'zingizga sunmoqchi. Men riyosatchi do'stinglar Adila Nijat. Qadrli ko'rurmanlar, bugungi suhbat programmamizda biz alayda bir mehmon taklif qildik. O bo'lsa-mu Tangirtayning janub shimolida belgilik ta'sirga ega. Eli diyarda ko'zga ko'ringan talantli muzikant, Eli pedagogika institutining muzika o'qituvchisi Yaqubjon Ababek apandi. Yaqubjon akasini qizg'in qarshi olamiz. Bugungi qimmatli fursatda siz bilan ham suhbatda bo'lish fursatiga ega bo'lganligimda intayin xursandman. Tomoshabinlarimizga avval bir qizg'in salomingizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Ikra oldidagi ko'rurmanlar va Nahmaydandagi tomoshabinlar, hammanglarga mendan o'tli salom. Tininglar salomat bo'lsin. Yaqubjon aka, yuqori tunishtirib o'tganimdek, Tangirtayning janub shimolidagi va Eli diyardagi mushu san'at sohasidagi kasbdoshlarga shunaqla ko'rurmanlarga nisbatan notanish bo'lmasligingiz mumkin. Mana shundaq yoshda turib, bu sohada putarab turish, bu sohada ko'zga ko'rinish albatta bir muvaffaqiyat deb qarasak bo'ladi. Bir san'atkorningki muvaffaqiyat qozonishi ba'zida uningki keyingi vaqtlarda bilim yurtlarida bilim elish bilan shakllansa, yana ba'zilarningki tabiiy talant, tabiiy qiziqish bo'lgan. Yaqubga sizni qaysi turga mansub deb qarasak bo'lar? Muzika, naqsh muzika shu odam o'zidagi eng asosiy bo'lgan tabiiy muzika sezimi bo'lish birinchi shart deb qarayman. Cho'qim shu birinchi shart hozir bo'lgandan keyin endi yoki naqshida bo'lsin yoki muzikada bo'lsin o'zining ko'zlagan belgilik shu natijaga ega bo'la oladi deb qarayman. Chunki muzika kasbi, mayli naqsh muzika, qaysi shu naqsh muzika san'at kasbi bo'lsin, o'zida asra qurish bo'lish kerak ekan, boshqa cho'qim tabiiy talant bo'lish kerak birinchidan. Bu undaq oddiy kasb emas. Bunga meniki qiziqishim 83-yildan tortib men naqsh yetishni yaxshi ko'ratdim. O vaqtlarda shu haqni anglagan naqshlarni aytib. Qancha yosh vaqtlaringizda shu? 83-yili bo'lsa, shu 7-8 yosh vaqtlarim. Shu boshlang'ich maktab chiqqandan tortib men shu qariday, masalan shu vaqtlarda bizniki rahmatlik Hakikam rahmatlik ustoz. Men 5 yil ta'mirni olgan ustoz Hakikam rahmatlik. Hakikam o'z vaqtida shunday yaxshi muzika chalatdi. U vaqtda bizning oilada doim degidek o'ltirish bo'lib turgan oila. Dutta ta'mir skripka shu vaqtdagi rahmatliklardan Abdukerim deb akamiz vardı. Abdukerim akamiz, dadam bu Hakikam uchchi shu vaqtlarda muzika chaldi. Chunki mening oilamda dadamma o'xshashlam el san'atkori. Ababekir Obul desa, Şinjan'da tanımaydigan adam az. Mayli kinolarda rol elish olsun, İTOT'da rol elish olsun, o'ziniki muzika duttachilik san'ati olsun, naqshid san'ati olsun, mening dadamdimi ko'rinarlik bu jihatdan nihoyat yuqori mahoratga ega. Shu vaqtdan tortib o'rgandim. O'rta maktab chiqqandan tortib men opamdan duttachilikni o'rganib oldim. Opamdan bir payt duttachilikni oldim. U vaqtdagi dutta soz qilishni uqmayman. Oldi tarisining azroq egiz, keyin tarisining azroq tuvan sozlanganligini bilaman. Ikki tarini maxsus hozirgi bizniki muqim ray so ovozi sozlay olmasammi, egiz past qilib sozlab turib, o'zimniki belgilik shu naqsh yetishni o'rganib oldim. Boshda bu o'ng'ay emas. Duttani chilib 5 yillam duttani chilishni o'rganib olgandan keyin naqshisi dutta to'xtab qolgan. Duttani chasi naqsh to'xtab qolgan ahvollar ko'rildi. Hamma bu ahvollarni bara-bara yangdim. Bu yerda apangiz ustozimiz bo'lib ketganda apam birinchi ustozim deb qarasam bo'ldi. Hamda undan burun shu el san'atkorlar yana dadam qatorliq Hakikam shu qatorliqlar menga shu muzika shu yo'lga kirishga sababchi bo'lganlar. Oila sharoitingizning turtkisida tabiiy o'zingiz mushtaq bir alaylik borligini his qilib ekansiz. Shunday. Endi hozir gapingizdan dastlabda naqshi bilan dutorlik bir qadar qiziqqanligingizni sezdim-da. Endi tambur o'zimmi shu o'zimni his qilishimcha endi chelishga bir qadar ta'sirga xeyli kuch talab qilgan so'z deb qarayman. Endi o'tirliqdan oxirida bu tambur kasbini o'zingizdan tutib, mushuning qiziqib qolishingizga yana alaylik bir sabab bormi yo? Bunga meniki qiziqish sababim asosiyatdan yana shu Hakikam rahmatlik. Ondan keyin lo'ying chiqdi.
Loyun chiqqan dadam bir Ünalg'o akapadi uyga. Buningda men shu Ro'za Abduvali ustozniki masalan cheksiz ketgan munbatlik ili daryo bo'ylari shu naqshlari menga bak ta'sir qilgan naqshlar. Shu naqshlarni o'rgandim. Bu naqshlardagi tambirninki melodiyasi meni o'ziga alayda jalb qilgan. Men tambirninki hozir endi kasbiy jihatdan aytsak marg'ultish. O vaqtlar kichik vaqtimizda ko'kirtib deb qo'ydik. Bir ko'kirtib deb qo'ydik. Amaliyotda uni kasbiy atalg'usi marg'ultish deb, shundaq marg'ultish shu yerlarni anglsam butun badanim to'g'at bo'lib ashundaq ta'sir qiladi. Hayajonli. Muzika kirib ketsa-kanda shu holatda. Tambir o'rganish istagan balig'ini men dadamga degandan keyin dadam hozirgi bizning tugab ketgan elidagi tambir dutta yasash ustasi rahmatli Kurash kamning do'koniga olib borib shu to'liqsiz 6-sinfdagi vaqtim tambirdan birini apadi ilib meni shu vaqtida shu hozirgi Vanqadir bog'ining udilda viloyatning qorasi deb qo'rayapti. Shu yerda Farad Abid ustozniki ochgan bir kurjuk san'at kurjugi bor. Shu kurjuk akapadi mening tambir o'rganish hayotim shu vaqtdan tortib boshlandi. Oliy maktabda umumiy kasb bilan shunda biz shu vaqtida kurjukda 3 yil o'rgandim. 90-yili biz Abnum rayonga iliq vakaldan, ili o'smirlarga vakaldan san'at kurjugiga bordik. Bu chaqda bizning san'at kurjugimiz xil yaxshi. Aldan qatardagi kurjukda biz shu vaqtida 3-darajalik mukofotni ilib qaytib keldik. Shu vaqtida san'at institutidagi o'qituvchilarniki ko'ziga chiliqish bo'pti-da bu yerda. Chunki men u vaqtda yo'din shu muzika atratimizning o'tirda o'tirib, keyinimizda qolgan muzikantlar bor. Baş muzikasi men bo'lib, bizning naqshimizni chaqan. Bu chaqda xil yaxshi ta'sirga egilib qaytib kelgan, ta'sir berib qaytib kelgan. Keyin 92-yilning oxiri menga bir xabar keldi. Bu xabarni men shu o'rinda o'tirgan bizniki rahmatli dadamning yaqin kasbdoshi Oyib kamning o'g'li Odil Ag'inam olib keldi. Seni san'at institutiga imtihon bersin-deydi degan xabarni olib kelgandan keyin u chaqda dadam janubda o'yin qo'yuqliq. Shu Tudag'in rahmatli bilan o'yin qo'yib Qashqarda dedi. U chaqlarda hozirgidek birdan aloqa qilishgan yo telefon qulaysiz. Xat yozsa 10 kunda keladigan vaqtlar. Shuning bilan opam ishkaylar atlanib bu imtihonni kuytingni oladi-ki, kuyting ma'rif institutida oldi ekan deb anglab kuytingga bordik. Imtihonni yurib qaytib keldim, o'tdim. 93-yili 7-o'rtada 9-sinfni tugatib 10-sinfga chiqqan vaqtim chaqiriq qog'oz keldi. Shu chaqiriq qog'ozga ketdim. Men boshda borgan chig'im 93-yili san'at institutiniki to'liqsiz muzika kasbi 3 yillik. Maxsus tambir kasbiga. Maxsus tambir kasbiga bordim. Shunga 96-yili tambir kasbini a'lo natija bilan bitirdim. 3 yaxshi o'quvchi bo'lib baholanib 96-yildan 2000-yilgacha 4 yillik, ya'ni muqam sinf ochilmoqchi bo'ldi. Endi ya'nilam shu vaqtda bizning oila sharoit ya'ni yaxshi emas. Shuning bilan bu o'qituvchi ustozlar cho'qim o'qiysa deb turibdi. Voy endi qanday bo'ladi desam, ular bo'ldi, sen o'qishni niyating bo'lsa, sen seni institutimizga imtihonsiz qabul qilayli degandan keyin ular unchalik tirishib kuchayotsa, menga nima qo'yapti deb imtihonsiz muqam sinf qabul qilinib, 3 yil muqam sinfni qabul qilib bitirib yenib keldim. Albatta, mushtaq bir tirishchiliklarning oxirida chuqur bir natijasi bo'ldi deb mana hozir Elidiyarning muzika ma'rifiga, Elidiyarning keyingi muzika avlodlarining yetishib chiqish uchun ajr singdirayotgan bir faxrlik ustozga aylanib, nurg'ulg'an shogirdlarni tarbiyalab qator qo'shib yetibsiz. Mush jarayonda o'zingiz mo'ljallangan yaramli bir muzikant bo'lib jamiyatga qadam qo'yg'izdim degan shogirdlaringizdan qanchasi hozirga qadar? Shogirdlar xilba. Hozir jamiyatda chilib ketib bordi. Masalan, Börtlarda bir o'quvchim bor, Abdushukur deb. Sinjongning har qaysi joylarida bor. Hozir mushkamgacha Sven institutiga kelib, men boshda 2000-yil kelib, 52-Darul Muallimin maktabida o'qib ishladim 1 yil. Uning yoqi
ili Sifat institutiniki meni chaqirtib taklif o'qituvchi qildi. Bu chaqda ular ishlash niyatimdan bor yo'qligini so'ragan chaqda ishlaymi desam, unda siz Bodorjonni akapa bizga dedi, olib berdim. U yerda ular bu xizmat ishimni bitadi. Shu jarayonda 15 yil o'tdi ishlayotganimga. 15 yil jarayonda meniki hozir tarbiyalab chiqargan shogirdlarim 100 dan oshadi, 200 ga berib qoladi. Bir millatga nisbatan bir o'qituvchining bunchalik ko'p sonli o'quvchilarni tarbiyalab chiqishi cho'ng bir g'alaba deb hisoblasak bo'ladi. Endi san'atkorlarningki nurg'unlari balkim o'ziningki talant orqali xalqqa huzur ato qilishi mumkin. Yana mana shundaq Yaqubcha akaga o'xshash keyingi avlodlarni tarbiyalash uchun o'zining borlig'ini qon ta'mini singdirayotgan san'atkorlarimiz oz emas. Albatta bu yerda biz shu san'atkorlarimizga hurmatimizni bildiramiz, rahmatimizni aytamiz. Ularning ajrini albatta shu san'atkorlarga o'xshashlar muhim va qadrli hisoblanadi deb qarayman. Yana shu jarayonda xalqning qalbidan chunqur o'rin olgan, xalq hurmatlaydigan shu naqshlarımızga muzikalarni ishlab berish orqali o'zingizning ijodiyat jihatdagi alohidligingizni joriy qildirib ketibsiz. Endi bu ishda biz endi muzikalar chalamiz. Uni oldida kichik vaqtimda o'ylasam, naqshini men naqsh aytdim asli. Men o'z vaqtida shu 7-sinf 8-sinf vaqtimga G'olchalik 14-o'rtada o'qiyotgan vaqtimda Abay Abdulla, Temir Xaroz Tambir dadamning duta chepirishi bilan shu yengil klubda men shu vaqtdagi ustozimiz Abduali Jarloyev akaniki aytgan il xalq naqshi o'stan naqshlarini men shu vaqtda aytgan. Shu vaqtda shu il xalqiga xil belgilik ta'sirini bergan deb o'ylayman. Hamda muzikat bo'ldik. Muzikat bo'lish jarayonida naqshi bu bo'libmi tambir shu so'xim muzikalar orasidagi eng kuch talab qildigan. Bir kun mashq qilmasa o'ziga bilinishadigan, 2 kun mashq qilmasa boshqalarga bilinishadigan shunday kuch talab qilingan shunday murakkabroq muzika bor. Endi mushnaga bak yepishib ketib, naqshi sal qolib qolgan turdi. Ham ancha-muncha endi dutavlar o'zim aytib qo'yma. Ijodiyatga kirish sababi bo'lib qolsa, endi men ila qaytib kelgandan keyin bizniki ila xalq naqsh peshvoyimiz endi mening qalbimda Uyg'urlar orasidagi men Beethoven deb qarayman. Valikam Davud ustoz meni rasmiy shogird deb e'tirof qilib qo'yniga oldi. Bu jarayonda men muqamga tambirni qandoq chelish, muqam bo'lgan chaqda muqamning muqaddimasi qandoq chelish, dastoni qandoq chelish, mashrif qandoq chelish. Endi bu jihatda biz Şinjan San'at institutida 4 yil muqam sinfda o'qib, xil belgilik seviyaga ega bo'lgan. Lekin jamiyatga chiqqandan keyin yana bu o'xshamaydigan gapga. Jamiyatda bu alishidagi bizning ustozlarningki o'zining uslubi o'xshamaydi. Shu uslubga qarab turib chelish kerak ekan. Shularniki o'zini oldigan gapga Valikamniki bizga qo'shgan to'kismi oz emas. Shu sabablar tufaylidan Valikamniki naqshlarini o'zim yoqtirib anglayman. Endi o'zim bir mustaq bir muzika ijod qilib baqsam bo'lmamdi degan istikida boshda qildim, bir nechani qildim. Endi birinchi qitimda har qanday narsadan yaxshi chiqib ketishi natayinga. Bara-bara ishlab oxirida Muhammad Rashidniki Tug'ilmaganlar degan she'riga ahang ishildim. Bu ahang degan bilan xil xalqniki yoqtirishiga erishdi. Hozir mayli yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin yetib kelyotdi. Ondan keyin yaqinda bizningki shoirimiz Dolqin Ro'zining yozgan Balarimning onasiga uning bir ahangni Valikam o'zi ishlatdi. Onu ishildim. Bu jarayonda men o'zimda mushundaq bir ijodiyat ishlarini qilsam bo'ladi ekan-ku degan his tuyg'u amdilatni shakllanib, men bu yilga endi yana tirishsam bo'ladi ekan degan niyatga keldim. Bo'ldi. Yuqorida sizdan manlik bir suhbatga daxil bo'ldik. Albatta, mayli naq maydonlik tomoshabinlar bo'lsin, shaxsan o'zim sizningki naq maydonda chalgan bir tirik musiqangizni anglag'imiz bor. Albatta bizga quruq kamidingiz qo'ymayman. Bo'ldi.
o'ylab turay.
Taranç Kuyları programımızın aldığın kısallarında özünün humoristik xarakteri bilen ekran aldaki tamaşabilerimizga özgüçe hoşarlık atakıp kelyapatgan humorchi yigitimiz Arpat bu sanımızda tamaşabilerimizga yana qandaq yeni humorlan tayyorlagandik hammamiz birlikte ko'rib baqaylik. Baptan şuncha ettirni açtım, samanı açtım, No'ruz'ni açtım. 100 köpünü dep salmışsan ben. Senin de anayın açsa poğamam diye. Restoran bir kaç sunsun soran kelke bu. Kaçının pul tapın. Çıkar bize ki Olcu'da hakiki Taşcan, hakiki ülgü karhançılarının birisi bana bu şu. Ras, gelsek pulu da. Çabuk bana. Kolları gangjon bunun. Bir şeyden kuyruğu da. Ondan olsa bu da karanlığı aşağı bilen dok. Silahlıda bunun kendi cadatı var bir yer kırılma var ki. Erpat qeşim to'g'ri kelmaydi ekan. Hattiga o'zimni oyog'i o'zim to'g'ri keldi. Boshqacha ya? Ha, boshqacha. Bapta ben yılda bir başkası bu kaldı. O Cavdat'la tümde içildi. Ne bapta bırak ettim ha. Ya katık meşgullik ama geliyoruz kendi bir de. Orada bir kere bu. Birinden de böyle koltuğuna bakın. Olmadı güzel bir olmadı gibi. Hey Çin'e bütün acıma açayım kese. Diğer o balanı götürmeyi şu. Da diğer onu mayın. Yer götürürsün tört ne? Şey yürütme. Ondaklar yok da Pelen Bey'den çıksa yüzemin kındesi olur. Güreşler mümkün emesler Erpat. Jüreli kayaga bari mi mayak başı bile yıkı. Yakup 6. Balla bayramında buldu. Ma dere oyunu bizler körükte ötken Pelen Bey'den düşkendiler. Yeni yasap tuğalı ve işkiye kalsan 10 son tölep kırdıgan bir cinne oyunu var. O cinne oyunu oldu da bu Yakup. Çarşı kutsa bilet gitsin hazır ustonuma Yakup. He! Kirayet gidiyorsun. Gel Yakup'u kaptılar. Yakup'u kap başka şey yok. Kırıp oturtma saatten üstüne. Sen şükürledin mi bekşikler? Bu da Yakup'tan yasak geldi ama diyeceğim. Yani cin şahitullah köçüdük o, nağırsın denen için az kalkçılı aktarı. Taz köçüp gibi Yakup'un koçuz gelenler için apsıma koçu kırmayın diye. Demiş biraz bu kuş tek şeyden. Yakup'la ayağını peşağını kışın toparlap dedi. Toparlap. Topanın jundusu cavur sıkıp cavur gücünden dala açıp tek vasal koysun çıkıp hede sen Yakup'kan jundusu dedi. Bir gün sonra da çiçeği koyucular gitti. Beşe geçti. Ağzı karsan saat anlamında kırıldı. Yok, Nimpolse. Şimdi kocaman. Ben tek işten kozlarını olacağım. Bir gün Yakup. O da kokak çıktık ya bunlar Yakup'ta. İstanbul'a ağzım bu kokak. İstanbul'a kaçan eyneklerine değil.
Aziz tomoshabinlar, Arpatning qiziqarli yumorlari bilan mana bu san programmamiz oyoqlashib qoldi. Kelari san programmamizda yana qaysi yumorchimiz, qaysi farzandimiz sizlar bilan yuz ko'rish oldi turganda, buning qiziqsanglar, kelari san programmamizni ko'rishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh, kelari sanda ko'rishguncha omon bo'laylik.